yana bir narsaga o'ylanyapman-da. Nimaga erkaklar va ayollar kattalar telefon ko'radi? Kichkinalar ko'rmaydi. Chunki ayam bilan dadam ishdan kelganida darrov shunday telefonga yotadi. Keyin biz ham ko'raylik deymiz. Yo'q deydi. Ayam bilan dadamda o'zi sizlarga mumkin emas, ko'zlarga zarar deydi, o'zi telefon ko'rib yotadi. Nimaga shunga haydaman? Baribir men oyim bilan dadamda ko'proq yaxshi ko'raman. Sizga nima uchun kerak telefon? Menga o'rtoqlar bilan gaplashishga kerak, summalik jo'natishimga kerak, Instagram ko'rishimga kerak. Ular bilan ko'chaga chiqib ham gaplashsangiz bo'ladi-ku. Ko'chaga chiqib qo'yuvding,